Mana 220 ga ishlayotgan stanogimiz. Polistirol blokni doini ishlab beradi mana. 220 ga mana bundaqa invertor qo'ydik, 60 Hz da ishlaydi. Buni pasaytirsangiz ham bo'ladi. Mana plus minussiz bo'ladi. Mana ishlayotgan jarayoni agar tosh tiqilib qolsa, orqasiga ishlatsa bo'ladi mana. Orqaga aylanaveradi. Mana orqaga aylanyapti hozir. Mana to'xtatib turib, nari tomonga aylantirsa bo'ladi. 5 shumli motor 3 fazada ishlayapti. 220 uladi. 3 faza qilib chiqarib beradi mana. Mana bu narsamiz. Mana lomboschilarga mana orqasidan mana pajarni ishlankada otib beradi. 3-etajgacha otib beraveradi mana. Kompressorni zo'rini qo'yish kerak bu uchun. Mana ishlash jarayonlari. Ovozi yo'q. 2-3 etajlarga otib beraveradi. U shlankaga bog'liq. Shlankani qancha ko'p qo'ysangiz